Biz mana alhamdulillahi robbil alamin duomizni Fotihada. Hamma maqtov Allohga deyilyapti-yu. Bu nima degani? Inson masalan chiroyli ekan deb maqtasa kimdir? Kim uni unaqa chiroyli yaratdi? Allohmi? Ha, maqtov Allohga. Bu odam kuchli ekan desangiz, kim unga quvvat berdi? Alloh berdi. Yana maqtov Allohga. Bir odam aqlli odam ekan, ilmli ekan. Kim berdi unga u ilmni, aqlni, zehnni? Alloh berdi. Nimaiki insonda maqtovli narsa bo'lsa, bilingki bu maqtov hammasi Allohga qaytadi. O'shaning uchun bir odam maqtashdan oldin mashaalloh degan deydi. Mashaalloh, tabarakalloh. Nima degani? Alloh shuni xohladi, bunga shuni berdi. Alloh baraka bersin. Alloh bergan narsasida baraka bersin deb qo'yish kerak. Bu sunnat bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan narsa, sunnat bu. Ya'ni doim eslash kerak. Maqtov o'zi kimgaligini. Shuning uchun bizadagi nimaiki ne'mat bo'lmasin, hayotda erishgan nimaiki narsamiz bo'lmasin, maqtov Allohga qaytadi.